Girişe soldun gini. Girişte soldun gini. Bo'ldi. Bitta bundan dedingiz, gini. Bitta oyoqdan dedingiz, ha? Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi videoyimiz Namangan viloyatining Pop shahridan tayyorlayapmiz. Bu joy shu idishga butun restoranni, jamiki ovqatni yeb qo'yadigan Sarvar aka bilan bir qator suhbat uyushtiramiz va joylarni polniy obzor qilib beramiz va taomlardan tatib ko'ramiz. Bizni kuzatishda davom eting, like, podpiskani ayamang. Xudo xolasa sizlarga chiroyli kontentlar qilishda harakatdamiz. Qo'yib tursam sizlarga nima bo'ladi? Küresi aldım geriye. Küresi aldım. Girişe soldun gini. Girişte soldun gini. Bo'ldi. Bitta bundan dedingiz, gini. Bitta oyoqdan dedingiz, ha? Qancha qo'ying gini? Qadimga qo'ying gini? Yo'q, ha mayli, juda Ko'kat solmasa ekanmiz, nima do'mga bo'lsa. Bo'ldi. Qat pishdi-yu. Qatga 10 minut bor, qochib. Домашний xotiradi. Tagalog sobie. Xotiradi. Salomat bo'ling opa. Chutkoq, mol go'shti? Mol uchun. Qadimga qo'ying. Yo'qsiz, ha? Yo'qsiz, xo'p bo'ladi. Hojuba bo'ladimi? Ko'rsatsin. Bo'ldi. 35 mingga qo'ying hojuba. Xo'p bo'ladi.
Chiqadi. Usta, top bo'ladi. Taklif qo'yman. Go'sht o'zingiz, go'sht o'zingiz. Top qanchalik bo'lsa? Beravering. 45 50 qarab bo'ladi. Top bo'ladi. Gülüş konuya gel saçsız. Bu. Gülütsene, birisi Aha. Gülüyorsun. Bu düşün. Bunu sen diyecek ki ne? Bu. Aka tezbor ko'tarib beringlar. Keyin o'zlari qildilar kechqurun, ha. Rashod qildi-ku. Sarvar nima bo'ldi? Bo'ldi Rashod bo'ldi aka. Rahmat dedilar. Mayli mehmon dedilar. Ama bu sefer katta Rashod qo'rlaydi-da. Bu sefer katta Rashod qo'rlaydi. Mayli. Ana, bo'ladi. Hazrat, ona qizim sizga keldik. Sizga keldik, ona qizim. Sizga keldik. Hozir ona qizim, keldik. Xo'p, Ma'murjon aka. Xullas, hozir jarayonni biz kuzatib turibmiz. Haqiqiy restoranni bor taomi shu qozonni ichiga joylashgan. Sarvar aka, hormang. Assalomu alaykum aka. Xushkelsizlar. Assalomu rahmat. Xizmatdamiz aka. Keling, kimga keldik? Oqsham shetimiz. Bo'ldi. Bu joydagi akamizni qilayotgan muomalasi alohida bitta tema bo'lyapti. Men kuzatib turibman. Kirishga soldim. Lekin respekt. Akamiz uchun Instagramda ham ko'pchilik tomosha qilib turibdi akamizni. Sarvar aka necha xil taom bor bu yerda? Aka, shu yerda o'zi 12 xil taom bor hozirda. 12 xil taom. 15 taomgacha chiqarishimiz mumkin. 15 xilgacha. Ha. Necha porsiya bo'ladi shu yerda? Albatta 300 porsiyadan oshiqroq hozirda o'zida. Hozirda o'zida. Padiva qo'raman, xo'p bo'ladi. Yana ovqatlar tartish jarayonlarini ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Bir xil qilaveraymi? Lekin gap so'z yo'q. Ikkita. Yana ikkita qilaman. Bo'ldi. Hamma shashliklar qozonda pishgan-a bular? Qozonda pishgan hammasi aka. Hammasi parhezli taomlar. Yetishinglar. 20 ming aylanyapti, keling. Qaram. Qiziqishga mabodo yo'lang tushsa, Namangan viloyati Pop shahrida o'sha bozorjon degan sentrda, markazda, shahar markazida. Tayyor. Olib ketamiz. Xo'p bo'ladi. Yurayam bu xato soling, Fatima Gul. Yuray soldi, Fatima Gul. Hop soldim. Fatima Gul obraz chiqarsizda. Bismillah. Sarvar akam hozir taomlardan tatib ko'ramiz. Hani go'shi bu. Zo'r. Haqiqiy bechni mana sirli go'sht ekan. Ichina mana sir chiqyapti. Seli bilan lekin taom cho'tki bo'libdi. Zo'r, mana cho'pi shashligini ham ko'ramiz hozir. Bismillah.
umuman boshqacha kelib ishlayni tavsiya qilamiz. Haqiqatda zo'r, lekin tashqaridagi sotuv jarayoni o'ta boshqacha ekan. Ko'rib havas qildim. Zo'r. Oshxona ochsa xuddi shunaqa bo'lib, talamon bo'lib bir tugab ketadigan darajada bo'lsa ekan, ochgisi kelib ketadi oshxona. Like, podpiskani ayamanglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Bundan keyin kontentlarimiz boshqacharoq, yana ham kontentlar bor. Keyin tashqariga, O'rta Osiyoga sayohat qilmoqchimiz. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab tursalaring, like bilan ayamasalaring. Yaxshi obzorlar qilamiz. 5 barmoqni o'z joyiga borib qilmoqchimiz, xudo xolasa. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar.